Assalomu alaykum. Ismingiz? Qobilova Shahnoza. Meni shikoyatim ko'z shoh pardasi edi. Yana qo'shimcha parda qoplagan tufayli ko'z yosh tinimsiz oqishi, quyoshga qarolmaslik, allergik achishi, undan yo'l-yo'lakka pochkaja tosh, oyoqda varikoz, animeshni va buqoq kasalliklar edi. Nima yo'q edi? Endi yosh bo'lsak ham shu kasalliklar animeshni orqali, boshqa mahsulotlar iste'mol qilganimiz orqali shu darajaga kelib qoldi. Lekin Nima natijalar oldingiz? men bitta ko'zimga deb ichgan mahsulotimda hamma kasalligimdan forig' bo'ldim. Men ko'zimda eng birinchi navbatda 3 kunda natija ko'rdim. Sababi yosh to'xtadi, achish to'xtadi. Keyin qolgani 1 oydan keyin pochkada tosh qilmay qo'ydi, sanchiqlar yo'qoldi. Varikozim 15-kun deganda yo'qoldi. Chunki u varikozni operatsiyasiz olib bo'lmas ekan, lekin shu operatsiyasiz yo'qoldi. Hozir tep-tekis varikozim yo'q, buqog'im ham yo'q, tekshirdim. Umuman ichki buqog'ida hozir yo'q. Qarsaklarga arziydi do'stlar. Bitta mahsulotdan necha xil kasallikdan xalos bo'ldingiz. Rahmat. To'xtamang mahsulot iste'mol qilishda. Assalomu alaykum.